Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashale. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa kompyuterxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirganingni pullaringni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelabek pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakra ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hazil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'z qayerga ketyapsiz? Ha, bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana barshinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadaman bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisiy bo'lib ketibdi. Barsdan olib kelyapman meni. Ha, bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Navbat aka, assalomu alaykum. Olmazdan bitta bering. Yo'q, tiqilib qo'ygan. Navbat aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Unaymi? Nima qiling? Nima turing? Navbat aka o'pka chiqib ketdimi? Qo'rqma.